Energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlariga qarshi kurashish sohasida samarali davlat nazorati amalga oshiriladi. Energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlariga qarshi kurashish sohasi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, Prezidentning ayrim hujjatlariga quyidagilarni nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Yoqilg'i energetika resurslarini behuda sarflash hamda ulardan noqonuniy va samarasiz foydalanish holatlarini aniqlash, sifatsiz yoqilg'i mahsulotlari realizatsiyasiga chek qo'yish borasida davlat nazoratini amalga oshirish mexanizmlarini soddalashtirish, jumladan Prezidentning 2023-yil 24-maydagi yoqilg'i energetika sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish va raqamli energiya nazorat tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoniga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi O'zenergo inspeksiya tomonidan yoqilg'i energetika resurslarini qazib olish, ishlab chiqarish, qayta ishlash, tashish, saqlash, yetkazib berish, taqsimlash, sotish va iste'mol qilish faoliyati bilan shug'ullanadigan xo'jalik yurituvchi subyektlarda ularning faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlariga rioya etilishi bo'yicha o'tkaziladigan nazorat tadbirlari doirasida sutkaning istalgan vaqtida o'tkaziladigan tekshiruv boshlangandan so'ng 24 soat ichida yagona davlat nazorati axborot tizimida ro'yxatga olish orqali vakolatli organni xabardor etish tartibida amalga oshiriladi.